Hadi çaka. Benim şu ekvadınız ne? Bilektim ben de. Lan. Ne bu deka? Sübey doğruluq paranlaşkan geplerimiz İhsan'la. İsim deka. Unutup ketdi. Neymiş kaka? Ağzın kırım. Sübey bilen paranlaşkan geplerimiz İhsan'la mı? İsim de. Unutup ketdi davatımı. Makul kaka. Tamam. Makul. Sübey benim yıkkın ağıyla. O doğruluq hiç kimden gep kılışıga ruhsat yok. Çöndün mü? Çöndüm. Sırada çıksan, vallasan pulu verdi. Şundan başlap hikayelerden işkandan münasip kanmaydı. Makul kaka. Çöndün mü çöndüden? Çöndüm kaka. Bakalım. Hey. Bekle. Şu. Hey. O 112 jüyette pek yakışıklı gelse acaba. Oy. Mandan külbül pek uzun oldu ki. Mamış o. Hey. Ma iparma o. Muş. Adam pek hoşallığa takılgan kız olmuş bakmış ya. Hoşallığa takıldı. Bir geç belli yatkanken hoşallığa takıldı. Bekle. Yakın gidelim. Oy ağır gitti. Kim sanırım ben onu bile yattı neydi o? Yok abi kimin kusup koylattınız degende şunu anla. Kalmış. Tamam işlet deme. Aklıma ağır gitti. Bu gep bilen bu böyle yetiştiğinge ne münasip var mı? Çak. Bak sen müsaade et. Sen canım bu da demasan başkalarının önüne bak. Üz. Aa. Anla. Aa. Tatmayma. Hey. O'sha birisini biz bilan o'ynayotganligi aniq. Ammo yaqin chiqib o'ylabmi? Parda orqasidagi odamning kimligini o'ylab edaman. Mashina o remont qilib beryapti. Lekin bizim kimligini bilmayapmiz. Lekin mashina g'ishiga nisbatan u odamni bilaman. Unda o'zi nima ish bir taraf qilmaymiz? Hey. Biz bir mezgil ularning depiga yaxshi ust o'ynab, ag'amchini uzun qo'yib, cho'ng bilg'in tutib chiqishimiz kerak. Hamma odamni bular ishtirok qilamiz desak, qanaqa to'shida. Lekin kimdi o'zi adi? Nima ish biz demaysan? O bir oddiy layligicha. Mening muhabbat hissiyotimdan foydalanib, men burun qishlarni eslatib qo'yadilar. Ha, Sübeyada bilan aplashtirib qo'yishdi ekanda ularni kuyi. Ya, qadrdashlar. Aksincha, tixim yiroqlashtirishni maqsad qo'ydilar. Na qarsam ularning planida hozir işte bu ishlar bilan bizni maydonga chiqib, bizni baldur qo'l sog'an qilib qo'ymoqchi. Maqsadi bizni yayitish. Shunga bunun gap so'zlarga diqqat qilish harakatlang. Bular men yanlış ishxonamga riyo. Onun bilan aloqa qilganda bir ishlarga diqqat qilgin. Lekin qo'shuq ayrim oxir biz bilan birga bir o'ynay oladigan odamdan birisi maydonga chiqdi. Biroq biz tashqinda bo'lsak, dal mushu bizning afzalligimiz. Bular bo'lsa kallasiga kelganni, xiyoliga kelganni, qo'li bilan tutgan purg'anni degandek burni uchini ko'ra bilish qiladi. Ammo biz o'xshamaymiz. Mushu dal ularningki yengilib qilishidagi sabab. lekin aka Mayzon yaxshi odam ekan. Mayzonni yaxshiligiga gap ketmaydi. Lekin qo'lasida mari yotdak badbaxtlik kirib o'zining nafsiga cho'qtadi. Ba'zilar yaxshi qilmadi.
Ammo biz bu shirkatning tartiqlarni bozorlash uchun kelgan ekanmiz. Oxirgi terishi vayg yetkizib deb ankelgan chiqdi. Uyga qaytish tufayli yanchikda olib qolib, bo'lmasa men mutashqini yaxshi ko'rib qolgan. Nishak oxirgacha menish bir xiyolim bor. Ba'zilar bizning o'ylaganimizda bo'lmay qoldi. Ammo biz chiqishdan burun yaxshi ishni bilan qilib chiqdik. Sen deganim Mana olsun. Biz mushuncha kungacha tiz tutish qilib, mush shirkat binorimizning koridorida bor. Manevr xarakterli yarmankan bilan o'tkazaylik. Tartib shirkatimizga barcha xizmatchilar qatnashsin. Uning boshqa mayzon xabar qilib, hamma ishlarni ko'zga ko'chirib boqsin. Bu orqali bizning bolalar baza aytishni, aniki naq meydan setishni qanday bo'lganligini bir tajrib qilib o'rgansin. Navbat vaqtimiz yetishib qolsa yer bersa, vakolatchilarni chaqirib qo'yaylik. Uni keyindan shu munbarda keling bu o'rnashtirib munbarda bir faoliyat qilib, vakolatchilar bir faoliyat qilib, ularni bir xotir suratlarga tushirib, bir tashviq qilishlar. Bo'ldi, ishlarni o'tashig'im. O'zim bir taraf qilay. Yana bir ish. Seni Abdukerim akam bilan aloqalashgandim. Ha, aloqalashdim. Aloqalashsam shu yaqinki bir oy ichida toza vaqti yo'q ekan. Nasib filmlarni qidirish ko'raman degan. Lekin vaqti chiqsa men bilan aloqalashsam bo'ldi. Xabarini saqlab qoldi. Unda o'zi yaxshi o'tdi. Bo'pti. Abdukerim akamning vaqtiga qarab yana bir ishlaydi. Bo'ldi. Undan sonra sen vaqtida chiqib, fursatni chang tutib, menga yarmankan ishlarni o'ylashdi. Ma'qul. Hey. Shirkat kirganlarda bir cho'ng ekran bor. Ha. Iliq muhim gaplarni, har kunlik xizmat ishlarini chiqardigan. Sen chiqib ashunga tamom qo'l qo'yadi biz qo'y. Yo'q. Ishbarga xo'sh qildi biz qo'y. Yaxshi qila. Yaxshi bo'ladi. Nima ish qilibdi men burungi yerlarni hammasiga olib berib? Sen emish ko'zlarni menda qochirsa. Men faqat bayxinimni piyoda qo'yib qo'ydim deb o'ylayaptim. Sen bilan o'ylamadan Subi. Nimda kirishib olsizlar Lalama? Qani degina sen emish o'lib olmoqchi bo'lsa, bizni azoblanib bo'lsin demoqchimda. Bu qizni qo'ldi. Nereden chiqarding bu gaplarni? Seni psixikangda masala chiqibdi. Mamushda kirishib olsanglar men o'lib o'lishni o'ylamay qanday qildim? Psixikamdan chataq chiqmay qanday qildi? Men bu tushuntirib qo'yg'ina qani. Sen unchilar jiqdi o'rinchilab nima qilmoqchisan? Ma'lum debdi-da bu gapni sana. Kimdan deyishga bek muhim emas, qara. Men bir tushuntirib qo'yg'ina zadi. Kinolar ishlasang bo'ldi ekan sen. Kichikgina bir muhabbat ishlariga o'ylab olmoqchi bo'lgan ekan. Sizning bir kechalar uyquing kelmay qapaqqa vaqtlar yo'qmi? Asalda. Mening gulga suv qo'yg'im kelib qoldi xolos. Kinolar ishlasang bo'ldi ekan sen. Kichikgina bir muhabbat ishlariga o'ylab olmoqchi bo'lgan ekan. Voy sen bir o'ynashlarga ko'ngil bilib baqsang tushuna qo'yding mening ishlarimni. Men qo'y o'ynashlarga ko'ngil bilishni bilmaydi ekanman. Bo'pti. Hamma odamga yo'l qo'ysam qo'ymanki, sen yo'l qo'ymayman. Hamma odamdan voz kechsam kechamanki, sendan voz kechmayman. Muammolarni qashqa boramiz. Nima ish qilamiz maktabda? Sen men Guzar Nurmallarni qashqa olib qo'yib, aniga qaytaman. Lala, men birdan yolg'iz qo'yaman, o'tinib qolay senda. Kelip konsun kolunga Mihru apa çırak bulsun yürüyen yolunga Mihru apa çırak bulsun yürüyen yolunga Çin yürekten kışkın berip kırdım koyunga
Mening barim senin bulsun bulg'in yenimda Chin yurakdan ishqim berib kirdim ko'yunga Mening barim senin bulsun bulg'in yenimda Dertlerini alay yüzün seni güldüren Muhabbetinin yalkınıda örtep köydüren Sadakette kadri biley kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yanımda Sadaqatda kadri biley kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yanımda Sadaqatda kadrim biley kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yanımda Sadaqatda kadrim biley kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yanımda Baxting uchun bulbul kelib qonsun qo'lingga Mening barim senin bulsun bulg'in yanimda bulg'in yanimda Adaş, ben bu işten baryanın bir xildek his qilaman. Bu qitim zodi kim tutib chiqar? Qara, ular özlerinden senmek bir desep baksın, özlerinden usulunu oynap, körep baksın. Nigar bilen Sevda bizning planlığa usullarımızı qalobdan oynawatıdı. Mening o'ylig'im, ularni urush qilamiz deb o'zimizga ish deb olamizmi? Bir kun bo'ldi rasmni avatadilar. Subidi ya xabar yo'q. Navada shu ko'rgan bo'lsam, qiqasishib bo'ladi-ku. Sen moş işini şu mağın meslasam mağın sen şey. Sevdalar resimde görse oyunumuzun obdan göremek ki? Ya. Sen beni oylaşımı demse. Bu sevdalarının kalısıdı fakat Sübü'nün mal mülküyle var. Sen için Sübü bizden tanımış oyan oynama? Hazır qara. Gurur meselesi gelsek üstürek turduğun pul olup kaldı qara. O ne özlem şey mi? Nigar ne toniyse qara. O kız olma boş kız olamaz. Sevdani ben Nigar arqılıq baplay. O Sübü ile qirish üçün hiç nimde yanmaydı. Amsa, mening suyum chiqamadi bu. Chiqadi, chiqirib bo'ldim. Chiqag'achqa meni seni oldinga avatdi hozir. U qiz bizga chataq terib beramiki deyman-da. Burungo biz pul berib ishiltirgan qiz bo'libdi.
Endi kelib u bizga pul berib ishlab juramizmi? Kim bunda bo'lishini o'ylagandaysan? Savdo qilib qolmasin bu ishlarni. Xotirjam bo'l bilmaydi. Dishadan tasi chiqdi emas. Qolgan gaplarimiz mashina ichida. Ma'qul. Mana As bo'ldiki. Bo'li. bak. Ya adaş sen bu nereye gitmedin Neye gitmedim adaş? Nigar'ın ışımandık. Ya adaş bu takıp kettin koy sen bu Nigar bu takdı cümez. Adaş, Nigar'ın ayrım daçsa değil mi? Ho. Muşta çoğun takdı bir kokma jurdan kızal günah bu. Şu an şir, seni etmedim adaş. Başka şey olmaganda adaş ya. Vay, çak-çakınma. Ben şu adaş öz hizmetini kıldım. Ben şu erişizliğimle mi oyladım? Ne emas da. Hayır hastayım. Ya bu tağda şehirçiden qaraganda rasmi baldır qayığı dedik ya. Şu kayıp gitti o yakında batızla. Battan bir yanın bir menzilsin kereyle kana. Aldığımız kileydi. Geldik. Bu çak kımığı ne ya bu? Biraz geldim. İşte mi yok bu ne bu adaş? Üyümü görenmeydi ha? Adaş, edip çık girey. Hadi çık giray dememse keldiktir. Böyle içtik hemse. Hadi küçükler kançık çık sen ki ben bir tat alaysın.